1842-yilda Nankin shartnomasi bilan birinchi opium urushi o'z yakuniga yetadi. Savdo qilish uchun yangi savdo portlari ochiladi. Britaniya imperiyasi eksterritorial afzalliklar va Gonkong oroliga ega bo'ladi. Bir 1850-yildan boshlab Xitoyda ijtimoiy o'zgarishlar va an'anaviy dinlar nasroniylikka o'zgartirilishini istab chiqqan dehqonlar urushi boshlanadi. Natijada mamlakatning janubida Taypin davlati shakllanadi. Sin imperiyasi ularni bostirishga katta kuch sarflashni boshlaydi. O'sha yilning o'zida imperator vafot etib, taxtga uning o'g'li keladi. Yangi imperator yevropaliklar bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqib, nasroniylikni qabul qilgan xitoyliklarni ta'qib ostiga oladi hamda savdo faktoriyalari kengayishiga to'sqinlik qila boshlaydi. Buning oqibatida xorijiy mamlakatlar bir ovozda tuzilgan shartnomalarni qayta ko'rib chiqilishini so'raydi. Endilikda savdo Xitoy bo'ylab yo'lga qo'yilishi, opium savdosi qonuniylashtirilishi va xorijiy elchilar Pekinga kiritilishi kun tartibiga qo'yiladi. Sin hukumati talablarni rad etadi. Buyuk Britaniya Rossiya va Eron bilan urushda ekan, hozircha bunga javob bera olmaydi. 1856-yilda fransiyalik missioner Xitoy fuqarosini katolitsizmga o'tkazganligi uchun jazolanadi va qiynoqlardan vafot etadi. Bu yetmaganda inglizlarning Arrow kemasi kontrabanda, qaroqchilik va opium savdosi bilan shug'ullanishda ayblanib, Sadab daryosida xitoyliklar tomonidan qo'lga olinadi. Inglizlarning urush e'lon qilishlari to'g'risidagi tahdididan keyin kema ekipaji qo'yib yuboriladi. Ammo ingliz bayrog'iga ko'rsatilgan hurmatsizlik uchun uzr so'ralmaydi. Zamondosh, agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, hozir like bosish va kanalga obuna bo'lishning ayni vaqti. Kanalimga o'tib, birinchi opium urushi va qaroqchilar to'g'risidagi videolarimni ko'rib chiqing. Oldinda hali eng sara mavzular turibdiki, siz ularni ko'rib albatta olim bo'lmaysiz, lekin adabiyotlarni o'qiganingizda voqealarni osongina ko'z oldingizga keltirib, mana paragraf gapirgan voqealar deya asarni ichiga kirib ketasiz. Va agar donat qilish niyatingiz bo'lsa, tortinmang. Yuqoridagi ikkala voqeadan keyin Britaniya eskadrasi Kanton shahrini bombardimon qilib, Sadaf daryosidagi fortlarni bosib oladi. Har bir inglizning boshi uchun 30 funtlik mukofot puli e'lon qilinar ekan, yevropaliklarni ovlash boshlanadi. Quruqlikdagi armiyasi ozligi sababli inglizlar ko'p o'tmay faktoriya va fortlarni tark etib Gonkongga chekinadi. Yordamga kelayotgan ingliz armiyasining katta qismi sipohiylar qo'zg'oloni kuchayib ketishi sababli Hindistonga tashlanadi. Shunda yordamchi kuch sifatida vaziyatga Fransiya aralashadi. Fransuzlar missioner Auguste Chapdelaine o'limini bahona qilib, inglizlarga qo'shiladi va birgalikda ular Kantonni qo'lga oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya ingliz va fransuzlarga yordamlarini taklif qiladi. Rossiya amalda hech qanday yordam bermaydi, ammo AQSh bir necha janglardan keyin xitoyliklar bilan tinchlik tuzib, neytral pozitsiyani egallaydi. Kantonni bosib olgan ingliz va fransuzlar Sin hukumati muzokaralarni boshlasa kerak deya umid qiladi. Ammo Xitoy tomonidan vakolatli shaxslar uchrashuvga kelavermagach, ingliz-fransuz kuchlari Sariq dengizga suzib, daryo orqali Tianjin shahrini qo'lga olishadi. Tianjin to'sib qo'yilgandan keyin daryo orqali Pekinga boradigan oziq-ovqat logistikasiga ham bolta uriladi. Sin imperiyasi tinchlik so'rashga majbur. 30-may 1858-yilda Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va AQSh vakillari ishtirokida Tianjin traktati imzolanadi. Unga ko'ra yana qo'shimcha 6 ta yangi savdo portlari ochiladi. Endilikda Rossiya ham ushbu portlar bilan dengiz orqali savdo yuritishi mumkin. Nasroniylikning pravoslav, protestant hamda katolik yo'nalishlariga qo'yilgan taqiqlar olib tashlanadi. Bundan tashqari har qanday xorijliklar mabodo jinoyatda ayblansa, o'z mamlakatining qonunlari bilan sud qilinishi belgilab olinadi. Harbiy xarajatlar qoplanishi Xitoy zimmasiga yuklanadi. Mamlakatning janubida Kantonni egallagan bosqinchilikka qarshi harakatlar boshlanadi. Xitoyliklar tomonidan Kantonni yana qaytarib olish urinishlari samara bermaydi. Bunday vaziyatdan foydalangan Rossiya Xitoyni Aygun shartnomasini imzolashga ko'ndiradi.
Shartnomaga ko'ra Rossiya va Xitoy o'z chegaralarini qayta ko'rib chiqadi va Amurning chap qirg'oqlari Rossiya boshqaruviga o'tadi. Tianjin traktati 1 yildan keyin Pekinda ratifikatsiya qilinishi kerak edi. Shuni mo'ljallab dengiz orqali kelayotgan ingliz, fransuz va Amerika vakillari ko'radiki, o'tgan yili vayron qilingan Dagu qal'asi qayta tiklangan va zamonaviy qiyofaga keltirilgan edi. Ularga daryo bo'ylab ichkariga kirishga ruxsat berilmaydi. Buning o'rniga ular quruqlik orqali Pekinga borishlari taklif qilinadi. Xorijliklar hushyorlik sabablimi yo shubha sabablimi kuch ishlatib bo'lsa ham daryo orqali kirishni tanlaydi. Ammo xitoyliklarning kuchli qarshiligiga duch kelgan ular Shanxayga chekinishga majbur bo'ladi. Bunday qarshilikni ko'rgan Angliya va Fransiya qo'shimcha kuchlar yetib kelishini kutadi. Xitoyning o'zi esa Taypin qo'zg'oloni sababli og'ir kunlarni boshidan o'tkazayotgan edi. 1860-yilning fevraliga kelib, ingliz-fransuz qo'shinlari Gonkongda to'plana boshlaydi. Shandun yarim orolida bazalarini tashkil qilib, o'tgan yili xitoyliklarni pisand qilmaganliklari sababli sharmandalarcha mag'lub bo'lgan joyga, ya'ni Dagu portlariga yana yurish qiladi. Harbiy san'atning barcha qoidalariga rioya qilgan ittifoqchilar bu safar fortlarni egallashadi. Tianjin qo'lga kiritilgach, Pekinga tayyorgarlik boshlanadi. Ingliz va fransuzlar uchun umuman zararsiz bo'lgan bir nechta kichik janglar bo'lib o'tgach, xitoyliklar shunchaki vaqtni cho'zayotganligi ma'lum bo'ladi. Yo'l-yo'lakay yovni qaytarish uchun tashlangan askarlar va otliqlar birin-ketin mag'lub bo'lgach, imperator Xian Fen ukasi Gunni muzokaralar uchun Pekinda qoldirib o'zi Jexega qochadi. Pekinning shimoliy-sharqiy devoriga yetib kelgan ittifoqchi kuchlar imperatorning yozgi qasrida to'planadi. Imperatorning yozgi saroyi va eski yozgi saroylari talon-taroj qilinadi. Eski yozgi saroy bir yo'la yoqib yuboriladi. Vayron qilingan saroy millatning xo'rlanish ramziga aylanadi. Viktor Hugo bu haqida shunday yozadi. Ikkita bandit yozgi saroyga kirib keldi. Biri uni o'mardi, ikkinchisi yondirdi. Biri cho'ntakni to'ldirdi, ikkinchisi sandig'ini. Keyin qo'l ushlashib ular dumoqlari choq bo'lib Yevropaga qaytdi. Keyinchalik Pekin devorlariga yetib kelgan xorijliklar shahar kalitlari ularga topshirilishini talab qiladi. 13-oktyabr darvozalar ochiladi va kalitlari general Neyperga beriladi. 25-oktyabr 1860-yilda Pekin konvensiyasi bilan Tianjin shartnomasi ratifikatsiya qilinadi. Buyuk Britaniya va Fransiyaga kontributsiyalar to'lanadi. Tianjin savdo uchun ochiladi. Ittifoqchilarning koloniyalariga Xitoy ishchilari yuborilishi belgilab olinadi. Kowloon Buyuk Britaniyaga qo'shib beriladi. Din erkinligi tasdiqlanadi. Opium legallashtiriladi. Rossiya va Xitoy o'rtasida Amur va Urussiya bo'yicha Pekin traktati imzolanadi. Primor o'lkalari Rossiyaga o'tadi. Keyinchalik bu yerda Vladivostok portiga asos solinadi. Sayyoramizni qadimgi va zamonaviy dunyoga ajratib turgan Xitoy sivilizatsiyasi G'arb tomonidan to'liq mag'lub etiladi. Xo'rlanish asrining birinchi bosqichi o'z yakuniga yetadi. Sin imperiyasi mamlakatni xorijiy bosqinchilardan himoya qila olmaganligi tufayli kelgusida inqilobiy qarashlar vujudga keladi. Xitoy yarim mustamlaka mamlakatga aylantiriladi. G'arb davlatlari Xitoyning boyligini qo'lga kiritishni ko'zlab yurgan bo'lsa, Sin imperiyasi esa o'zining qaysarligi, yangi chaqiriqlarga to'g'ri javoblar va qadamlar tashlamaganligi sababli o'zini o'zi ularga yem qilib beradi. Bostirib kirish uchun ularga rosa bahona yaratib beradi. O'zini haddan tashqari izolyatsiyada tutgan Xitoy, ya'ni tashqi dunyodan qo'rqqan va milliy mafkurani himoya qilish haqida keragidan ortiq qayg'urgan Sin imperiyasi davlat siyosatining ochiqlik va yopiqlik masalasidagi nozik muvozanatni yo'qotib qo'ygan edi.
Oqibatda yopiq eshiklar mamlakatga kirib keladigan innovatsiya, investitsiya, ilg'or g'oyalar va texnologiyalar kirib kelishini to'xtatib qo'ygan edi. Paragraf 961. Sog', salomat bo'ling.